Qisqasi 2026-yilda uy-joy ipotekasiga 23 trillion so'm resurs ajratiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev bugungi murojaatida ma'lum qildi. Yurtboshimizning so'zlariga ko'ra, aholining uy-joy bilan ta'minlanish masalasi kechiktirib bo'lmaydigan ijtimoiy vazifadir. 2026-yilda bu yo'nalishda amalga oshiriladigan ishlar bilan tanishing. Aholi ehtiyojidan kelib chiqib, uy-joy ipotekasiga 23 trillion so'm resurs ajratilishi, uy-joy sotib olishda boshlang'ich to'lov va foiz to'lovlarini bir qismini qoplash uchun byudjetdan 2 trillion 700 milliard so'm subsidiya berilishi, bitta kvartira uchun ajratiladigan imtiyozli ipoteka krediti miqdori 15% ga oshirilishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda Toshkent shahrida 420 million so'm bo'lsa, boshqa hududlarda 330 million so'm etib belgilangan. Demak, mana shu ko'rsatkich ham oshiriladi. Iste'mol tovarlari talabini qondirish uchun 125 trillion so'mlik iste'mol kreditlari ajratilishi, 2026-yilda qurilish ishlari hajmini 15% ga ko'paytirib 30 milliard dollarga yetkazish ham rejalashtirilgan. Bu ishlar iqtisodiyotga ham ta'sir qilmasdan qolmaydi. Qurilish materiallari, uy tekstili, elektrotexnika, mebelsozlik kabi tarmoqlar ushbu obyektlarga xizmat ko'rsatadigan servis sohalari uchun qo'shimcha 5 milliard dollarlik bozor bo'ladi. Bu yana 300 ming yangi ish o'rni degani. Ushbu xushxabarni yangi yilda uy olaman deb niyat qilganlarga jo'natib qo'ying.